Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz yana o'sha mashhur obyektimizdamiz. Hali ham chetda olishyapmiz. Yangiliklardan mana avvalgi 1.60 lik dumaloq magnit trek qo'yganmiz. Hozir bu tomonlarga mana 3 ta ramz tushadi. Xuddi shundan o'ta go'zal holatda chiqargan. Biz o'zimizdan birinchi qo'yishimiz. Agar adashmayotgan bo'lsam, Farg'onada birinchilardan bo'ldik. Bu tomonimizda BH yangilik bu lampochkalarimiz ham BH o'nlardan qo'yganmiz. Ichkariga tekis avvalgi bo'lib chiqib turadiganlardan o'ta ham go'zal. Odam yuziga pastdan yurganda umuman to'g'ridan-to'g'ri nur urilmas ekan. Juda ham go'zal ekan. Bu zalimizda qilganmiz magnitli treklar. Yo'qda kuxnyamizda ham xuddi shu ishlar qilamiz inshaalloh. Eng qizig'i chekkadagi round paryashi. Deyarli hamma xonada round paryashi, vannalarda, bu yoqda vannada, koridorlar uglovoy magnitlar bilan. Xo'p, bu yoqqa endi shu avvalgi magnitimizni spanlida, bu yerda divanlar bo'lar ekan. Inshaalloh shunaqa qilib noodatiy tarzda qo'ydik. Skriti karniz bor. Bu tomonda garderobimizda 2 metrli magnit qo'yganmiz. Xo'p, bu ham inshaalloh hozir tortishga harakat qilyapmiz. Tortilib bo'lgandan keyin ham qo'yamiz. O'ta go'zal holatda. Shunday obyektimiz xo'jayin egalari shunday narsa xohlayapti. Polniy round paryashi. Bitta lampochkamiz ozgina yaxshi tegmay qolyapti. Inshaalloh bu tomonimizda detskiy xona. Detskiy xonamizda ham mebel ishlari ketyapti. Bu mebel ishlari bitgandan keyin davom etishimiz kerak. Biz shu mebel ishlariga ushalib qolyapmiz. Bu yerlarda ham qandaydir qilib iloji boricha bir noodatiy ishlarni qilishga harakat qilamiz. Shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'limizdan kelganicha inshaalloh ishlarni chiroyli bitkazib berishga harakat qilamiz. Burchlarimiz ham ideal holatda. Burchlar